Amir ota to'yxonasida to'y qilish necha pulga tushadi? Qadrdonlar, assalomu alaykum barchaga. Ayni damda bugun Samarqand viloyati Payariq tumani Amir ota to'yxonasidamiz. Xullas, ko'rib turganingizdek, mana shu sahnalar, dekoratsiyalar, hamma narsasi ichida mana bu yo'laklari bilan necha pulga xizmat qilib beriladi? Bugun Javohir akam bilan suhbat olib beramiz. Assalomu alaykum. Javohir aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, birdan maqsadga o'tamiz. Xo'p, xizmat qilib berish bitta stolga necha puldan tushadi? Xizmatmi bitta stol 14 mingdan tushadi. Faqatgina o'zlaringiz olib kelgan masalliq bo'yicha qilib bersak bitta stol 14 mingdan tushadi. Olib kelingan masalliq taxlab berish xizmati boshidan oxirigacha mana shu ko'rib turgan bezaklar va izlar, sahna dekoratsiya, asli shuni hamma narsasi bilan 14 ming so'mdan bitta stolga aylanadi. Ana endi hozir ko'pchilik xohlayapti bu narsani. Gatov stol qilib beriladimi yo'qmi? Qilib beramiz. Qilib berasiz. Bitta odam boshiga necha puldan aylanadi? Odam boshiga menyumiz bor. Menyu bo'yicha tanlab olinadi. O'sha bo'yicha 90 mingdan boshlab 150 minggacha bo'lgan xizmatlarimiz bor. Demak, o'rtoqlar 90 ming so'mdan 150 ming so'mgacha. Faqatgina ichidagi spirtnoy, ya'ni alkogol mahsulotini o'zlaringiz olib berasiz. Qolgan hamma narsa video, artist, monitor, sahna, dekoratsiya, oformleniyalar hamma narsa ichida bo'ladi. Demak, o'rtoqlar, spirtnoydan tashqari mana shu ko'rib turgan hamma narsa bo'ladi. Menyu taxlangan, o'sha menyu asosida dasturxon bezatilinadi. Bitta stolga, ya'ni bitta odam boshiga 90 ming so'mdan 150 ming so'mgacha aylanadi. O'rtoqlar, videoni maksimal tarqatib tashlaymiz. Payariqlik tanishlarga, do'stlarga yuborib qo'yish yodingizlardan chiqmasin. Aytgancha, shu yil uylanmoqchi bo'lgan tanishlarga, do'stlarga ham yuborib qo'yamiz. Aytgancha, bundan keyingi restoranimiz qaysi restoran bo'lsin? Kommentariyada javoblaringizni kutamiz. Biz siz xohlagan restoranni chiroyli tarzda obzorini chiqaramiz. Qani ketdik.